Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy Metal kuzatuvchilari. Ushbu darvozamiz Dubayskiy nirjavekali darvoza, ko'rib baho berishlaring mumkin. Razmerlar eniga 3.30, balandligi 3.5 metr razmer tayyorlaganmiz ushbu darvozamizni. Narxlarini aytib o'tadigan bo'lsak, narxlari 750 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab ustanobga besplatni. Taglari shivillerdan bo'lgan, yon stoykalari 8 ga 6 lik profildan bo'lgan, ichki qism profillarimiz 6 ga 4 lik profildan bo'lgan. Ko'rib bahosini beraverasizlar. Xizmat bo'lsa nomerlar bor, aloqa chiqaverasizlar. Hop, navbatdagi darvozamiz yangicha high-tech uslubida yasalingan darvozamiz. Razmerlari eniga turi 10, balandligi 3.75 razmer tayyorlaganmiz ushbu darvozamizni. Narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metri 1.450 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanobga mutlaqo bepul. Taglari shivillerdan bo'lgan. Listlarimiz 1.8 lik 2 qavatli listdan bo'lgan ushbu darvozamiz. Xudo xolasa xizmatlaringdamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Navbatdagi darvozamiz shtampovka buchnentli variantda yasalingan darvozamiz. Hop, darvozamizga 1 qavatli vibraga bosib berilgan. Ushbu darvozamiz 1 kvadrat metrini 780 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab ustanobga qilib beramiz. Taglari shiviller, yon stoykalari 10 ga 5 lik profildan bo'lgan ushbu darvozamiz. Razmerlari eniga 3.40, balandligi 3.65 razmeri tayyorlaganmiz ushbu darvozamizda ham. Hop, navbatdagi darvozamiz rushnoy darvoza. Ko'rib buni ham bemalol bahosini beraverasizlar o'zlaring. Taglari shiviller, yon stoykalari 10 ga 5 lik profildan bo'lgan. Darvozamiz 2 qavatli, mana bu joylarni kraskadan ishlab berganmiz. Razmerlari eniga 3.30, balandligi 3.5 metr razmer tayyorlaganmiz ushbu darvozamizda. Navbatdagi darvozamiz bu ham high-tech yangicha uslubida yasalingan darvozamiz. Darvozamiz 2 qavatli bo'lgan, plus nirjavekalar bilan jihozlangan darvozamiz. Umuman darvozada shum yo'q. Darvozamiz ikkita yoni tepalariga nalichli qismdan ishlab berganmiz. Yon stoykalar shivillerdan bo'lgan, taglari ham shiviller, tepa qismini naqsh lazer variantda ishlab berganmiz. Darvozamizni girdilari bilan razmerini aytadigan bo'lsam, 4.60 eniga, balandligiga 4.12 razmer tayyorlaganmiz ushbu darvozamizni. Narxlari 1.450 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanobga mutlaq bepul. Kimgaki shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa aloqa chiqasizlar, chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz, xudo xolasa. Yana bitta narsa, akalar obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Biz yangimiz, yaqinda ochganmiz kanalimizni, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Navbatdagi darvozamiz shumkali 2 qavatli variantda yasalingan darvoza. Razmerlar eniga 3.25, balandligi 3.15 razmerda turibdi ushbu darvozamiz. Narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, 1.400 ming so'mdan olib borib ustanobga qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab ushbu darvozamizda ham. Taglari shiviller, yon stoykalari 10 ga 5 profildan bo'lgan. Hop, navbatdagi darvozamiz trendini o'ldirmagan, o'zini avtoritetini ushlab turgan darvoza, taraf fason darvoza. Bilmayman, bir 60% shundan qildik 2025-yilda. Taglari shiviller, yollari shiviller. 1.8 lisdan 2 qavatli bo'lgan ushbu darvozamiz. Tepalarini skvaznoydan ishlab berganmiz lazerda. Kichkina ishlari mana bu joyda o'rnagandan keyin zamokchilarni qo'yib beramiz. Darvozamizning razmeri eniga 3.5 metr, balandligi ham 3.5 metr razmerda tayyorlangan ushbu darvozamiz. Narx qiziq bo'lsa 1.350 ming so'mdan O'zbekiston bo'yida. Vodiy ichiga 1.300 ming so'mdan. Navbatdagi darvozamiz 16 lik shivillerdan bo'lgan, haqiqiy rushnoy ish. Yaqinroqdan ham olib kelib ko'rsatib qo'yasiz. Operator ushbu darvozamizni juda ham haligi nima desa bo'ladi, skromni talab qilgan akalarimizga ushbu darvozamiz. Narxlari 1.8 ming so'mdan 2 qavatli bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanobga bor ushbu darvozamizga. Hop, navbatdagi darvozamiz taraf fason darvoza. Razmerlari eniga 4 metr, balandligi 3.60 razmer tayyorlaganmiz. Bu ham 2 qavatli bo'ladi, orqasi tekis listdan bo'ladi. Plus yaltiroqlari bor, nirjavekalari. Bemalol zakaz qilishaveradi. Taglari shivillerdan bo'lgan, yon stoykalari 12 ga 8 lik profildan. Navbatdagi darvozamiz high-tech. High-techda juda ham ko'pchilik bilasizlar o'zlaring. 2 qavatli haqiqiy high-tech darvoza
original varianti 1.8 likdan 2 qavatli bo'ladi. Plus nirjivkalar bilan jihozlanadi ushbu darvozamiz. Yon stoykalari, taglari shivillerdan bo'lgan. Eniga 4 metr, bo'yiga 365 razmerda ushbu darvozamiz ham. Hop, tepaga bunaqa kazuraga ham qilib beraveramiz aytishsa. Farqi yo'q bizga. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, obunachilar, qo'llab-quvvatlab, videolarga like-larni ayamay bosib turasizlar. Xudo xolasa yana qiziq videolarni chiqarib turamiz sizlar uchun.